O'zbekistondan Filippingacha sayohatimiz davom etyapti. Hozir soat 10:30 bo'ldi. Yo'ldamiz. Yo'lda qultni sotishyapti hozir. Qultni narxini ko'ramiz, tatib ko'ramiz xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Qanchada aka qultni? 30 ming abi. Kilosi. Ha, kilosi 35. Ozgina ozroq sotasizmi yo hamma sotasizmi? 10 minglik qilib bering. Yeb ketish, tatib ko'rishga. Hop, 30 mingdan ekan kilosi. Mana shu turishi. Qultni sezon boshlandi. Hozir mana qultni oldik, 10 ming so'mlik. Shuncha berdi. Tatib ko'ramiz endi. Qani. Bismillah. Yaxshi. Eng qizig'i hozir o'zi issiqda yo'l yurayotganda qultni yesa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shuni bilish kerak. Endi javobini endi kechga bilamiz. Eson-omon yaxshi yursak bo'ldi.